Ushbu loyiha Turon bank hamkorligida Andijon viloyati Ulug'nor tumani Mingchiroq mahalla fuqarolar yig'ini 327-sonli konturda jami 4,2 gektar yer maydonida amalga oshirilmoqda. Ekin turi tarvuz. Bu yerda ekilgan tarvuzlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda va hozirda tarvuzlarning holati juda ham yaxshi. Shu holatda ekilgan ekinlar 120 kun davomida pishib yetiladi. Ekinlarni yetishtirish davomida sug'oriladi hamda tabiiy mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga jami 14 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Loyihaning samaradorligini amalga oshirish maqsadida lider tadbirkor Turon yerlari ichiga biriktirilgan. Ushbu yer maydonida jami 150-160 tonnagacha hosil yig'ib olish rejalashtirilmoqda. Har bir dehqon xo'jaligi daromadi shunda o'rtacha 25-30 million so'mni tashkil etadi. Mazkur hosil yig'ib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali dehqon xo'jaligi daromadlari yanada oshirish rejalashtirilgan.